Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida, shuningdek internetdagi sahifamizda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Qo'shma Shtatlarda qancha o'zbek bor? Vatandoshlar qayerda yashaydi deb bizdan ko'p so'rashadi. Bu bizga ham juda qiziq. Taxminimizcha o'zini o'zbek yoki o'zbekistonlik deb biladiganlar Qo'shma Shtatlarda o'nlab mingni tashkil etadi. O'tgan asrning 1950-yillardan beri siyosiy va iqtisodiy sabablar bilan bu yurtga kelib joylashib, Amerikada farzand ko'rib, ularni tarbiyalab, nabira va evarali bo'lib yurganlardan tortib, bu yili green card yutib kelganlargacha kasbiy imkoniyatlar, bilim olish imkoniyati uchun kelib qolganlar. Amerikaliklar bilan oila qurganlar, turli vizalar bilan kelib, bu yerdan ish topib, ishxonasi homiyligida hujjat olib, shu yerda ildiz otayotganlar. Hammasini hisoblaydigan bo'lsak, chorak millionga yetib qolganmiz, deydi biz bilan suhbatlashgan yetakchi vatandoshlar. Chikago va uning atrofidagi yurtdoshlarni birlashtirgan O'zbek Amerika uyushmasiga bosh qosh Olimjon Sharipov bugun Amerika ovozi mehmoni. Skype orqali kirib kelayotgan yangi yilingiz bilan bebaho vaqtingizni ayamay biz bilan bog'langaningiz uchun katta rahmat Olim aka. Rahmat sizlarga ham. Sog' bo'ling. Mana Amerikada bilasiz, bayramlar mavsumi, hamma sovg'a olish bilan, bir-birinikida mehmon bo'lish bilan ovora, yangi yilga tayyorgarlik ketyapti. Amerikaliklar hozir rosa pul ishlatadigan davr deymiz. Bu qanchalik to'g'ri? Bu juda ham to'g'ri, chunki mana shu Christmas deydi. Shu Christmasda ba'zilar 11 oyda qilmagan daromadlarini faqat mana shu oxirgi oyda qilishadi. Va Amerikaliklar eng ko'p xarid qiladigan oy bu mana shu Christmas oy deb hisoblanadi. Demak, bozor qizigan deng. Xuddi shunday, bu yerda ham bozor qizigan, Chikagoda ham. Chikago va uning atrofida qancha vatandosh yashaydi hozir? Endi aniq hisobini biz bilmaymiz-u, men shuni his qilamanki, o'tgan yilgidan ko'ra yana ham ko'payib ketgan, ko'chib kelgan o'zbek oilalar, vatandoshlar minglab bor deb hisoblayman. 2016-yil siz uchun nimasi bilan yodda qoladi? Mana Amerikada prezident saylovlari o'tdi, O'zbekistonda ham yangi rahbarga ovoz berildi. Qanchalik muhim bu voqealar siz uchun? Albatta, 2016-yil men uchun ham esda qolarli voqealarga boy. Masalan, Amerikada prezident saylovlari bo'lib o'tdi va Donald Trump hech kutilmaganda g'alaba qozondi. Ko'pchilik teskarisini o'ylab turishgandi. Bu Amerikadagi esda qoladigan voqea bo'ldi bu narsa. O'zbekistondagi esda qoladigan voqealarni aytadigan bo'lsam, meni bilishimcha, meni esimda 3 ta narsa muhim voqea ro'y berdi. Bu 3 ta buyuk, katta, mashhur shaxsni o'limi. Bu xususan ikkita katta shoirimiz Erkin Vohidov va Abdulla Oriplarni hayotdan ketishlari va O'zbekiston prezidenti marhum Islom Abdug'aniyevich Karimovni hayotdan ko'z yumishi va yangi prezidentni saylanishi Mirziyevni bu katta voqea bo'ldi deb hisoblayman. Mana bilamiz, siz har holda O'zbekistondagi vaziyatdan yaxshi xabardorsiz, lekin boshqa vatandoshlarchi, ular qanchalik qiziqishadi bugun ona yurtda ro'y berayotgan voqealarga, jarayonlarga? Bu yaxshi savol, o'rinli savol. Biz yurtdan uzoqda yashasak ham biz vatanimizdagi o'zgarishlarni kuzatib boramiz, juda katta qiziqish bilan kuzatib boramiz. Ayniqsa bu yangi prezident saylanganidan keyin bo'ladigan o'zgarishlarni
juda qiziqish bilan kuzatib borishyapti vatandoshlarimiz. Muhokama qilishyapti demak. Albatta muhokama qilishyapti, kuzatib borishyapti, o'qishyapti, telefondan so'rashyapti. Shunaqa ancha ko'tarinki ruhlari ularni. Olim aka, mana Amerikada prezidentlikka saylanayotgan Donald Tramp, bilasiz, muhojirlarga, xususan musulmon emigrantlarga shubha bilan qarab, ularni qattiq tekshirish kerak deb kelyapti. Siz kabi vatandoshlar qanchalik xavotirdasiz? Men unchalik xavotirni sezmadim vatandoshlar orasida va o'zim ham xavotirda emasman, chunki har bir odam bu yerda tekshiriladi, hamma joyda tekshiriladi va tekshirilgani yaxshi. Qaytaga tekshirilsa, bir xil yomon odamlar kirmaydi va yaxshi odamlar kirsa, ular faqat bizga obro' keltiradi. Bu yaxshi. Ikkinchi tomondan bu yerda bilasiz, demokratik nazorat, prezidentni huquqi cheklangan, faqat bir kishi hal qilmaydi bu yerdagi masalalarni. Bu yerda senatorlar bor va kollegial hal qilinadi. Shuning uchun men hech qanaqa xavotirni sezmayapman vatandoshlar o'rtasida. Demak, agar hujjatlar joyida bo'lsa, Amerikada qonunan yashab ishlab yurgan bo'lsangiz, xavotirga hojat yo'q. Xuddi shunday. Hech qanday xavotirga hojat yo'q agar qonuniy ishlab yurgan bo'lsa. Endi mana bilasiz, ko'pchilikka tanish muammo, O'zbekistonga borib kelish odatda oson emas, qiyin, birinchidan qimmat. Buning ustiga hujjatlarni to'g'rilash bosh og'riq, chig'iriqlardan o'tish kerak, avir degan azob bor deb ko'p nolishadi vatandoshlar. Siz qanday fikrdasiz bu borada? Bu o'rinli, bu tashvishlar ham, lekin mana oxirgi oylarda prezident Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lganlaridan keyin bir qancha yaxshi qarorlar chiqdi. Xususan mana 27 mamlakatga vizasiz borib kelish, bu juda quvonchli xushxabar bo'ldi bizlar uchun. Undan keyin qo'shni respublikalar bilan yaqinlashish va undan keyin korrupsiyaga qarshi qonunlar ishlab chiqishini kutilyapti. Mana shularni hammasi bizga umid bag'ishlaydi va biz umid qilamizki, mana shu pasport kirib chiqish, avir deymiz, avir sistemasi ham takomillashadi va zamonaviylik darajasiga ko'tariladi deb umid qilib turibmiz. Olim aka, agar prezident Shavkat Mirziyoyev bilan Amerikadagi vatandoshlar nomidan gaplashish imkoni bo'lganida nima degan bo'lardingiz unga? Birinchi, men Shavkat Mirziyoyevga iltimos qilardim, kelgusi yillar, yaqin yillardan birini kitob o'qish yili deb e'lon qilsalar. Chunki bu ma'rifatda gap ko'p, xalqimiz azaldan kitobxon bo'lgan va yana ham kitobxon bo'lishini men istayman. Agar kitobxon bo'lsa, kitobxon odam, o'qigan odamlardan yomonlik chiqmaydi. Mana shuni iltimos qilgan bo'lardim. Qolgani hammaga ma'lum problemalar. Mana bilamiz, hozir millionlab o'zbekistonliklar xorijda. Ular vatanga qanchalik ta'sir o'tkazyapti sizning nazaringizda va o'tkaza oladi? Endi ta'sir deganda qanaqa ta'sir? Masalan, deylik siyosiy, madaniy, ijtimoiy. Men o'zim bilganim, masalan, men qanday ta'sir o'tkazyapman, shaxsan men desam, bilganlarimni aytib beryapman vatandoshlarga. Ba'zi bir kasetalarni, foydali ilm oladigan kasetalarni yuboryapman o'qish, o'rganishlari uchun. Vatandoshlarni dunyoqarashini o'zgartirish uchun, ko'tarish uchun, kengaytirish uchun albatta chet eldagi vatandoshlarni ta'siri katta bo'ladi deb o'ylayman. Chunki ularni har bittasini do'sti bor, qarindoshi bor. Har qaysi sohada, madaniy sohada ham, siyosiy sohada ham, masalan,
siyosiy sohada biror bir problemalar bo'lsa, ularni yozib talab qilsak, shu e'tibor qilishadi, o'zgartirishadi. Ya'ni busiz mumkin emas. Bu hayotni o'zi, bu siyosat. Shuning uchun chet ellik vatandoshlar nafaqat siyosiy, balki iqtisodiy jihatdan ham chet elda yashaydigan, ishlayotgan vatandoshlarni ta'siri, foydali ta'siri ko'p bo'ladi deb hisoblayman. Amerikaga borib yashash, ishlash orzum bor deb yurganlarga nima deb maslahat berasiz? Yaxshi savol. Hamma ham orzu qiladi, ko'pchilik orzu qiladi. Sababi birinchi iqtisodini o'ylaydi. Lekin men istardimki vatandoshlarga aytishni, har yerni qilma orzu, har yerda bor toshu tarozi deydi. Bu yerda ham problemalar yetarli. Faqat pulni ham o'ylamaslik kerak. Masalan, bizni ota-bobolarimiz bundan ham og'ir sharoitlarda yashashgan. Hamma narsani pulga hisoblayverish kerak emas. Men o'ylayman, bizga muhimi bolalarni yaxshi tarbiya qilish. Dunyoviy ilmlardan xususan ko'proq egallasalar ular, shu bolalarni yaxshi tarbiya qilsak va o'zimizni, o'zbekligimizni, madaniyatimizni saqlab qolsak, shu bizga muhim deb o'ylayman. Mana bilamiz, bu yil Amerikaga minglab o'zbekistonliklar kelishyapti. Doimiy yashash va ishlash ruxsatnomasini olib, ular qanday sinovlarga tayyor turishi kerak? Qanday bir konkret yo'riqlar bor ular uchun sizdan? Men bizni veb-saytimizga qo'yganman tez ko'pincha so'raladigan savollar deb. Ular shu bizni veb-saytimizga ham juda ko'p kelib qoladi. Men nimadan ishni boshlashim kerak, qanday qilsam Amerikaga kelsam bo'ladi va kelgandan keyin nima qilsam bo'ladi, shunaqa degan savollarga umumiy tarzda men javob qilib veb-saytga qo'yganmiz. Xususan men aytardimki, birinchi tilni o'rganish, ingliz tilini o'rganish juda muhim. O'shanda ish topib ketishlariga oson bo'ladi. Ikkinchi, kelganlar faqat ish bilan bo'lib ketib, bolalarini unutib qo'yishmasalar, bolalar tarbiyasiga e'tibor qilsalar va mana shu mashaqqatlar yaxshi oson yechilgan bo'lardi. Shuning uchun ham bizni uyushmamiz shu maqsadlarda tuzilgan, o'sha vatandoshlarga yordam ko'rsatish uchun. Olim aka, mana 21-asrning 17-yili qarshisidamiz. Tabiiy bir savol, yangi yildan nima tilaysiz? Yangi yildan navbahor albatta tinchlik tilayman. Tinchlik, dunyoda tinchlik bo'lsin, O'zbekistonimizda, Amerikada tinchlik bo'lsin va mana urush bo'layotgan o'lkalarda urushlar to'xtasin, insonlar tinch yashasin. Bu mana bu 2017-yili bu biz tovuq yili deymiz, yana xo'roz yili ham deyishadi. Bu juda xosiyatli yil ekan. Men o'qib chiqdim. Bu yilda tavallud topganlar jasur, aqlli, dono kishilar bo'lar ekan. Shuning uchun men istayman, mana shu aqlli, dono farzandlar dunyoga kelsinlar va vatanga xizmat qilsinlar. Katta rahmat sizga Olim aka suhbat uchun. Rahmat sizga ham, Navbahor. Chikago va uning atrofidagi o'zbekistonliklarni birlashtirgan O'zbek-Amerika uyushmasi rahbari Olimjon Sharipov bilan muloqot qildik. Aziz muxlislar, sizning bu mavzudagi fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. O'zingiz boshdan kechirganlarni, muhojir sifatida bosib o'tgan yo'lingizni biz va muxlislarimiz bilan baham ko'rmoqchi bo'lsangiz yozing, kutamiz. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz sizga muntazir. 2017-yil faqat omad, muvaffaqiyat, xushxabarlar olib kelsin. Omon bo'ling. Washingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imamova.
Amerika manzaralari siz uchun har hafta. Men Navbahor Imamova.